Bizim farzandlarimizga birodarlar, bizga Yahud va Nasorolar so'ygan go'shti halol, ularning qizlari, ayollari, ya'ni ayollari nikohlanishlik halol. Lekin tangirchilar bo'lgan, tengirchilar degan bir din olib chiqqanlar bor. Bularning e'tiqodi va ularning har bir so'ygan go'shti-yu, ularning ayollari biz uchun harom hisoblanadi. Kofir, murtad ular, umuman dindan uzoq bo'lgan. Shular o'zining emblemasini maktab yoshimizdagilarga bilmadim, deputatlar ham xiyonat qilib, butun xalqqa xiyonat qilib, shularni kiyimiga, ularning emblemasi bilan ko'hragiga, yaqasiga, yengiga o'zlarining ilohiy timsolini, suratini shakllantirib, bizning farzandlarimizga bu yilgi sanaga 30% majburiy, undan keyin 100% majburiy deb. Nima qilishligimiz kerak? Muammoni nima qilamiz? Indamasdan direktor bilan borib, meni bolam endi biz musulmonmiz, bilasiz deb turib ozgina uzatib qo'yib direktorga kiymay qo'yaversin deb shumi muammoni shu yo'l bilan hal qilamizmi? Qanday qilib hal qilamiz? Yoki tepasiga boshqa nakilankani yopishtirib qo'yamizmi? Yo qirqib qo'yib kiyib turaveraylikmizmi? Undan tashqari bu yurtimizdagi iqtisodiy qiyinchilikni hammanglar bilasizlar. Ishsizlik, o'zimiz mehnat qilib, o'zimizni kasb hunarimiz bilan, tijoratimiz bilan, dehqonchilik bilan bog'lanayotgan bu millatga nisbatan xiyonat. Qora kasb-shimni kiyayotgan go'dak farzandlarimiz 200 so'm, 300 so'mga kiyyapti. Hozir 1000 so'm tepasida ekan bu narsa. Kimni cho'ntagini boyitishmoqchi? Yahudiylarnimi? Murtad kofirlarnimi? Yoki deputatlar ezib qo'yadigan bunday kirobkasini ahna qilib yurib 10 ming, 20 ming, 50 ming dollardan berayotgan bo'lsa, shuni qilib xiyonat qilyaptimi? Nima uchun shariatimizga bog'lanmaymiz, birodarlar? Ota-onalar yoki maktab rahbarlari ularda bir shaxsiy moddiy manfaati bormi bu narsani kiyintirishlikdan? O'zlari biz demokrat emasmiz, bilasizlar, biz musulmonmiz. Lekin o'zlarining qonunida insonni kiyinishlik shaxsiy erkinligi degan narsa qayerda qoldi? Ha? Har bir inson o'zini haqqi bor xohlagandek kiyinishlik degan, din erkinligi, yashash erkinligi, so'z erkinligi degan bularning asosiy g'oyasi bor edi. Endi majbur biz farzandlarimizga ularning timsoli, ilohlarini, xudolarini, timsolini biz farzandlarimizga, qizlarimizga kiyintirishadimi? Birodarlar, bu narsani aytishlik bu menda ham omonat, sizlarga ham omonat. Mana bu xiyonat, mana bu dinda istiqomatda turishlik eng muhim bo'lgan nuqtalardan.